Tushda osmon ko'rishning ta'birlari. Tushda osmon eshiklarini ochilganini ko'rgan kishiga dunyoda boylik eshiklari ochiladi va hech bir narsaga muhtoj bo'lmaydi. Osmonga chiqib qaytib tushganini ko'rgan kishi turli qiyinchiliklar va falokatlarga uchraydi. Osmonda o'tirib olganini ko'rgan kishi badavlat bo'ladi. Farishtalarga aralashib, ular bilan hamsuhbat bo'ladi. Osmondan yerni tomosha qilganini ko'rgan kishi hammaning e'tiborini tortadigan ish qiladi. Osmondan osilib turgan arqonga tirmashib turgan, yuqoriga chiqqanini ko'rgan kishi dinda kamolga yetadi. Osmonga narvon bilan chiqqanini ko'rgan kishi katta nufuzga ega bo'ladi. Insonlarga rahbarlik qiladi. Osmondan tuproq yog'ilganini ko'rgan kishi mo'l-ko'lchilik, barakaga erishadi. Osmonning yorilganini ko'rgan kishi olamshumul voqea ostonasida turgan bo'ladi. Osmonning yorilishi to'ntarish va isyonlarga ishoradir. Osmondan nur yog'ilganini ko'rgan kishi murodiga yetadi. Unutmang, tush ta'birlari bashorat emas, hamma narsani bilguvchi zot yolg'iz Allohdir.